Endi qarab turing, nima deb gunoh qiladi inson? Masalan, bir ayolni dedida shunga yetaman deb gunohga qo'l urdi. Nimasiga aldandi bu ayolda? Go'zalligiga. Demak, bu insonni go'zallikka bo'lgan oshiqligi gunoh qilishlikka oldi. Chiroyli imorat, chiroyli mashinani ko'rdi-da, shunga yashash uchun bir harom ishga qo'l urdi. Bu narsalarda nimasiga aldandi? Go'zalligiga. Insonning tabiatida go'zallikka bo'lgan muhabbat uni gunoh qilishlikka, osiylikka olib bordi. Endi nima uchun azobga qoldi? Nima uchun Robbimizga osiy bo'ldi? Vaqtincha bo'lgan, go'zalligi vaqtincha bo'lgan maxluqni muhabbati bilan aldanib qoldi. Go'zallikka aldanib qolamiz ekan. Ma'qulmi? Masalan, yangi mashina oldingiz, yuribsiz. 6 oydan keyin yangisi chiqadi. Undan chiroyliroq. Monolingiz ham zo'r o'zi. Nima bilan oldayapsiz sizni? Go'zallik oldayapti-kanmi? Endi inson shu go'zallikka aldanib turib gunohga qo'l ursa, musulmon odam, Allohga itoat qilgan odam haqiqiy go'zallikka oshiq bo'ladi. Bu Alloh subhanahu va taoloning jamoli.